Ey, senlar bizni akaxonni qanday ko'tarilganini bilasanlarmi? 14 yoshida Almataga kelib, boshliqni yugurdagi bo'lib, shu darajaga yetgan. O'ylab ko'rlaring. 20 ta odamga yolg'iz o'zi kirib, 21-chi bo'lganmi? Ya'ni kirib, salomlashib, bu yoqdan Davom etaver. patir-putur kaltaylashgan. Akaxonda qo'rquv degan narsa yo'q. Estovmi shunda u? Ya'ni qo'rquv yo'q menda, qo'rquv yo'q degandek. Ha. Senlar bilasanlarmi? Akaxon boshliq bilan aka-uka bo'lgan. Otalari bittami shunda? Ya'ni shunaqa bo'ladi-ku. Davom etaver. Hatto bizni akaxon boshliqni yonida yuraverib, o'zini onasini janozasiga ham bormagan. Yo'q. Ovqatingiz. Bor. Akaxonni chaqir. Uzmedia.tv saytida premyera. Keyin nima? Akaxon ovqat tayyor bo'ldi. Mulla. Akaxon qayerda yuribsiz? Dam olmaymizmi? Charchaganman. O'zingiz dam olavering. Shu charchoqni bosaylik deb siz uchun tayyorlagandik-da. Voy bolam, qalaysan? Dadangni do'stlari mehmonga kelishyapti. Sen ham qorangni ko'rsatib ketsang-chi bolam. Shu bilan biz ham ko'rib qolardik. Bolam, hammasi yaxshimi? Qo'ng'iroq qilsam olmaysan-a? Qo'ling tegmayapti shekilli, a? Bo'shaganda bir qo'ng'iroq qil. Ovozingni sog'indim, bolam. Men yaxshiman. Sal kasal bo'lib qolganimni aytmasa. Qishloqqa qachon kelasan, a? Kelib ket, iltimos. Seni bir quchoqlab sog'inchimni bosay. Qozog'istonda 30 yildan beri oddiy aholi va tadbirkorlarning tinch hayot kechirishiga xalal berayotgan jinoiy guruh qo'lga olinishi mumkin. Sud jarayonida 2 guvoh ko'rsatma beradi. Ammo ularning ismi va ma'lumotlari hali hanuz sir saqlanadi.